Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun yanvar oyining 10-shanba kuni 2026-yil. Sizlar bilan har shanba va yakshanba kunlikda ba'zi ulamolarni hikmatli so'zlarini jamlagan bir kitobdan ba'zi so'zlarni o'qib eshittirib dars qilib turamiz. Shuning uchun ham bu kitobda mazmunini o'zi shuna qilib nomladik. Solih zotlarni qisqa ammo chuqur ma'noli hikmatli so'zlari. Xo'p, qarang. Biz endi bu kitob haqida ko'p gapirmoqchi emasmiz. Bu yerda bu kitobda ba'zi bir kishilar uni yaqin zamonamizda jamlab chiqqan. Lekin haqiqatda siz bilan bizga juda asqotadigan ba'zi bir so'zlar bor. Xo'p, qarang, g'aflatdan uyg'onish mavzusi haqida gapiramiz hozir. G'aflatdan uyg'onish. Alloh taoloni ne'matlariga sust nazar tashashlik. Ya'ni Allohning ne'matlariga inson katta ko'z bilan emas, kichkina ko'z bilan nazar tashashligi. Abu Dardo radhiyallohu anhu aytib beradi. Abu Dardoni bilamiz. Ismlari Uvaymir ibn Zayd ibn Qoys bo'lgan. Hazratchilik Ansoriy, kunyasi bilan mashhur. Rasulullohning ulug' sahobalaridan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ko'p hadislar aytgan. Ko'p jangga qatnashgan. Rasululloh mana shu Abu Ubayda bilan Salmon Forsiyning o'rtasini birodarlashtirib qo'yadi. Abu Dardo hijratning 31-sanasida Shomda vafot etgan. Endi Abu Dardo radhiyallohu anhu siz bilan bizga juda bir chiroyli so'zda aytadi. Man lam yara lillahi alayhi ni'matan illa fi mat'amihi va mashrabihi faqad qalla fiqhuhu va hadara azabuhu. Qaysi bir kishi o'zini ustida Allohning ne'matini ko'rmasa, ya'ni masalan aytaylikki, bir inson o'zini ustida, o'zini zimmasida, ya'ni Alloh menga ne'matni berdi deb turib o'ylamasa, faqat shu yemoq ichmog'imda Allohning ne'mati bor. Ya'ni masalan rizq deganda yemoq ichmoqni tushunsa, bu odamni fiqhi ham oz bo'ladi, kalta fahm bo'ladi va azobi ham hozir bo'ladi. Ya'ni maqsad hayotda azoblanib yashaydi. Ya'ni nima degani? Ya'ni insonning fiqhini ozligidan, fahmini kaltaligidan, aqli kaltaligidanki inson Alloh taoloning ne'matlariga nazar tashaganda faqat yemoq ichmoqqa bog'liq bo'lgan narsalarni shularda Allohning ne'mati deb o'ylab qolishida. Yemoq ichmoqqa bog'liq bo'lgan narsalarni o'zini Allohning ne'mati deb o'ylab qolishi. Masalan aytaylik, shu yemoq ichmog'i oz bo'lsa, mana bir inson hayotda katta bo'lishi mumkin. Masalan qarasangiz, bozorga borasiz, sentr joylarga tansiq taomlar, shirin narsalar sotadi. Mana hozir kunda eng hammaga mashhur, yoqadigan narsalar pizza. Biz umuman men masalan pizza yemaganman masalan. Ya'ni shunga o'xshagan narsalarda vatanda o'zi pizza degan narsani ko'rmaganman. Shu televizorda ko'rgan bo'lishim mumkin. Shu tashqariga chiqib ko'rdik masalan. Lekin o'zimiz vatanda bunaqa narsani yetti uxlab tushimizga ko'rmaganmiz masalan. Ayniqsa KFC degan narsalar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir kimdir taomi oz bo'lsa yoki ichimligi oz bo'lsa, yaxshi narsalarni yeb ichmasa, o'zini qiyinchilikda yashayapman deb turib hisoblab qo'ysa. Qarasiz, masalan, yemoq ichmog'i yaxshi yemayapti-yu, go'yoki bu odam qiyinchilikda yashayotgandek bo'lib qolsa, o'zini shunday deb tasavvur qilsa. Endi boshqalarda qarasa, xuddi bizda aytganda yeganda og'ziga qarab, ana uni shu-da endi. Xullas insonlar, odamlar o Allohning ne'matida burkanib yuribdi-da, men bo'lsa yeydigan narsam yo'q deb tursa. Qarang, mana shu joyda bu odamdagi g'aflat va ne'matni ko'ra bilmasligi. Xuddiki bu odamda mana g'aflat bor-da, mana ne'matni topolmasligi bor. Demak, bu odam insonlarni ko'piga shunaqa bir nazar tashayaptiki, xuddiki ne'mat deganda ko'zga ko'rinib turgan narsalargagina cheklab olyapti-da. Ya'ni demak, g'aflat, ne'mat deganda ko'p insonlarni zohiriy ne'matga cheklab qo'yishlik. Masalan, ya'ni hozir yana ham boshqacha qilib aytayda. Masalan, bir odam boy bo'lib yashayotgan bo'lsa, bu odam mazza qilib yashaydi deb turib, bu yoqdagi sal kambag'al odam shuna qilib o'ylaydi-da masalan. Kambag'al odam shuna qilib o'ylaydi. Ya'ni inson o'zidagi ne'matlarni faqat menda ne'mat mana yeb ichsa keyin ne'mat deb o'ylaydi. Puli bo'lsa keyin ne'mat deb o'ylaydi. Undan boshqalar narsalarda ne'mat deb turib o'ylamasligi. Bu insondagi ishkallik ekanda, qarang. Shuning uchun ham hozir mana g'aflat, shu ne'matlar
Ya'ni ko'p insonlarni haqiqatda ham zohiriy bunday ochiq ko'rib turgan ne'matlarga cheklantirib qo'yganda, masalan, odamlarni yeb ichayotganligini ko'rsa, ha, bu odamlar ne'matda deb turib o'ylaydi. Endi qarangda, mana Qur'oni Karimga nazar tashlang. Rahmon surasini o'qiyotgan odam fabi ayyi ala'i robbikuma tukazziban oyatiga 32 marta, 31 marta duch keladi. Mana shu oyat 31 marotaba takror kelgan. Robbingizni qaysi ne'matini inkor qilarsizlar ey insoni jin toifasi deb insoni jin toifasiga xitob qilingan mana shu oyatda. Bu sura haqiqatda insonni, bandani butun hayotini hammasini o'z ichiga oladigan ne'matlarni qamragan sura. Ya'ni mana shu surada haqiqatda ham ya'ni bandani hayotini hammasini o'z ichiga oladigan ne'matlar borda. Dunyosida ham oxiratga ham taalluqli bo'lgan ne'matlarni aytib bergan. Allohning ne'matidan qanaqa ne'mat bo'ladigan bo'lsa, illo ana shu ne'mat o'zi aslida insonga Robbisini eslatib turadi. Insonga Robbisini eslatib turadi. Masalan, soppa sog'lommisiz? Alhamdulillah deng. Ko'zingiz yaxshi ko'ryaptimi? Alhamdulillah. Yeganingizni chiqara olyapsizmi? Alhamdulillah. Har bitta narsaga alhamdulillah. Eshityapsizmi? Alhamdulillah. Havoda nafas olib yuribsizmi? Alhamdulillah. Bemalol o'zingiz ishlaringizni qila olyapsizmi? Alhamdulillah. Qancha odamlar bor, cho'loq, qancha odamlar bor, arabada o'tiradi. Qancha odamlar bor, ko'zi ko'rmaydi. Ya'ni inson shu ne'matni faqat yeb ichadigan narsaga cheklab olmaslik kerak. Mana shu insondagi katta bir kamchilik, katta bir xato mana shu joyda. Qarang, shuning uchun ham mana bu sura bor-ku, mana shu Ar-Rahman surasi. Ya'ni mana bu surada ko'p ne'matlarni aytib bergan. Haqiqatda ham o'zi aslida biz aql bilan qarasak, qaysi ne'matga qaraylik, bu illo Allohni eslatib turadi. Va yana mana shuncha maxluqotlarning go'zalligini insonga ko'rsatib turadi. Alloh taolo shuncha maxluqotlarni go'zal qilib yaratgan, ajoyib qilib yaratgan. Yaratishi ham go'zal, masalan, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Insonni Alloh taolo go'zal bir ko'rinishda yaratib qo'ydi. To'g'rimi? Go'zal, ya'ni ko'rinishimizni qarasangiz mana go'zal. Va hamda inson, banda qancha bir solih amal qilsa shu umrida, hayotida, umr bo'yi qancha bir solih amal qiladigan bo'lsa ham, mana shuncha Alloh taolo siz bilan bizga bergan ne'matlardan bitta ne'matni ham biz bajara olmaymiz. Ya'ni bu yerda hozir shu narsa borki, ko'zimizni ochishimiz kerak. Ko'zimizni kattaroq ochishimiz kerak ekan. Ne'mat deganda faqatgina yeb ichiladigan ne'mat emas ekan. Ne'mat deganda faqatgina nima emas ekan? Faqat bir yeb ichiladigan yoki cho'ntakda pul bo'lsa shunaqa narsa emas. Aytyapmiz-ku, masalan, siz o'zi ikki oyog'ingiz bilan yurib turgan bo'lsangiz, o'zi eng katta ne'matdasiz siz. Ko'zingiz ko'rayotgan bo'lsa ne'matdasiz. Qo'lingizda bir narsani ushlayotgan bo'lsangiz ne'matdasiz. Endi qancha mana shunaqa yaxshi ne'matlarimiz bor bizni. Alloh taoloning ne'matlari, Alloh taoloning siz bilan bizga bergan sovg'alari, in'omlari faqat yemoq, ichmoq, faqat kiymoq, faqat cho'ntakdagi pulda emas. Balki ne'matlar mana bu zaif bo'lgan, mana shu qosir bo'lgan tushunchadan ko'ra kengroq. Ya'ni ne'mat o'ta katta, faqat biz tushunchamizni, aqlimizni shu narsaga jamlab olmasligimiz kerak. Alloh taolo insonlarda joriy qilib qo'ygan mana shu insonlarga berayotgan, erta-yu kech berayotgan ne'matlari, insonlar uxlash holatida ham, uyg'onish holatida ham, safar holatida ham, muqimlik holatida ham har qanday ne'matlarni Alloh berib turibdimi? Mana shu o'zi Alloh taoloning ne'matlaridan hisoblanadi. Hammasi Alloh taoloning ne'mati. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga aytib beradi: "Qul may yakla'ukum bil-layli wan-nahari minar-rahman." Ayting ey Muhammad alayhisalom, erta-yu kech Rahmon tarafidan sizlarni kim saqlab, qo'riqlab turibdi? Masalan, hayotda qarasiz, siz bilan biz qo'riqlangan holatda turamiz. Shuning uchun o'zi xotirjam yashaymiz. Masalan, ba'zi odamlar hayotida vahimaga tushib yashaydi. Oddiy uyga kirib yashay olmaydi. Masalan, ba'zi odamlar baland qavatli uylarga kiradigan bo'lsa, endi baland qavat, masalan, aytaylik bir o 10-chi yoki bo'lmasa 20-chi bir qavatga chiqib oldi. Mana shu joydan hozir tushib ketsam, ozgina yer qimillasa, bino bilan pastga tushib ketsa-chi, o'lib qolsa-chi, yoki mana shu uyda o'tiratda tom bosib qolsa-chi, ko'chada yuratda mashina urib ketsa-chi. Ya'ni mana shunaqa tushuncha bilan yashaydigan odam hayotda umuman yashay olmaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo o'zi siz bilan bizga ne'matlaridan bittasi
mana shunaqa tushunchalarni ham o'zi siz bilan bizdan olib turadi-da. Balhum an zikri robbihim mu'ridun. Ya'ni qarang, erta-yu kech Alloh taolo shunaqa ne'matlari bor, balki insonlar Allohning zikridan yuz o'girgan. U odamlar Allohning zikrida emas, Allohning zikridan yuz o'girgan. Agar mana shuncha Alloh taoloning ne'matlarini Allohning hamdi bilan, Allohni shukri bilan qaytlanmasa, ya'ni ne'matlar Allohga hamd aytishlik bilan biz ne'matlarimizni agar shunday ushab qolmaydigan bo'lsak, shu ne'matlarni Allohni hamdi bilan Allohga shukr qilishlik bilan qaytlanib qo'yilmasa, bu ne'matlar insondan chiqib ketib qoladi. Ya'ni alhamdulillah deyishimiz kerak mana shu ne'matlarga. Alhamdulillah demasak, bu ne'matlar shu insondan chiqib qolaveradi. Bu insonga ikkinchi marotaba kelmaydi. Ba'zi hadislarda kelgan mana shu. Shu inson nonko'rligi sababli. Ba'zida biz nonko'rlik qilib qo'yamiz, hatto oilaviy masalalarda bo'ladi. Bir inson erkak kishi o'zini xotinini qadriga yetmaydi. Yoki bo'lmasa ayol kishi erini qadriga yetmaydi. Mana shunaqa kufronul ashir, ya'ni eriga nonko'r bo'lganligi sabab yoki bo'lmasa erkak kishi ayoliga qadriga yetmaganligi sabab Alloh taolo olib qo'yadi mana shu ne'matni undan, qaytib u ne'mat bu insonga kelmas ekan. Alloh taolo siz bilan bizga bir qishloqni misol qilib beradi. U qishloqga qancha ne'matlarni berib to'kib tashagan Alloh taolo. Xotirjamlik, rizq, ne'matlarni ana shu qishloqqa berib tashagan. Lekin u qishloq ahllari mana shu ne'matlarga hech shukr qilay, shu ne'matlarni tan olaylik, Alloh berdi bizga, shukrini bajaraylik, Allohga, Robbimizga ibodat qilib qo'yaylik demadi-da. Shunda bularning ustiga azob tushdi. Qarang, Alloh taolo siz bilan bizga Nahl surasida shuni aytib beradi. Va daraballohu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Alloh taolo bir qishloqni misol qilib, zarul masal qilib keltirib beradi. Qishloq ahlini zarul masal qilib beradi. U qishloq ahllari xotirjam, omonda, shunaqa holatda yashashyapti edi. Rizqi erta-yu kech hamma joydan rizqi bularga kelib turgan holatda edi. Lekin Allohning ne'matlariga kofir bo'ldi. Alloh taolo ochlik va xavf libosini qilgan ishlari sababli totkizib qo'ydi, deyapti. Qarangda, mana shu oyatni o'zidan siz bilan biz bir qancha hozir misol olamiz, ya'ni foydalar olamiz. Bir qancha foydalar olamiz. Alloh taolo bir qishloqni misol qilib beryapti. U qishloq demak xotirjam edi. Bu yerda bir qishloq deganda, masalan, u tarixda o'tib ketgan qishloq. Lekin u hozir ham bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin. Bitta xonadonda ham bo'lishi mumkin. Qarasangiz, o'zingizning xonadoningiz yaxshi, xotirjam xonadon, rizqi kelib turibdi. Masalan, erkak chiqyapti, ishlayapti yoki ba'zi bir ishlarni yo'lga qo'yib qo'ygan, sabab qilib rizqi kelib turibdi har joydan. Endi bular Allohning ne'matiga kofir bo'lishni boshlaydi. Qana qilib deyilsa, masalan qarang. Shu bor topib turgan shu pulini o'zini ham qadriga yetmaydi-da, ana shuni ba'zida shu oilani o'zida harom ish bilan yana ham shuni ko'paytirishni xohlaydi. Misol uchun ribo bilan, sudxo'rlik bilan yoki boshqa bir harom xarj bo'lgan narsalar bilan ko'paytirishni xohlaydi. Keyin qarabsizki, Alloh bularga ochlikni shunday totkizib qo'yadi. Xavfni totkizib qo'yadi. Masalan, qarzga botib ketib qoladi. Bor yeb turgan narsasi ham yumshoq nonlarni yeb yurgan odamlar endi qattiq nonlarga o'tib qoladi. Qilgan ishlari sababli. Demak, qarang, siz bilan biz ham hozirgi holatimizda qancha ne'matlarda bo'lib turamiz yoki ne'matlarda edik. Ana shu ne'matlar sizdan bizdan olib qo'yildi. Nima uchun deyiladigan bo'lsak, nima uchun deyiladigan bo'lsa, o'zimiz ana shu Allohning ne'matlariga nonko'rlik bo'lganligimiz sababli, shukr qilmaganligimiz sabab bo'lib qoladi. Alloh taolo mana shu ne'matga shukr qilinmasa, u ne'matni olib qo'yar ekan. Ne'matga shukr qilinmasa, ana shu ne'matni olib qo'yadi. Shuning uchun ham mana bu joyda siz bilan bizga eng katta dars shuki, Allohning ne'matlarini siz bilan biz faqat yemoq ichmoqda deb turib o'ylab qolmaylik. Agar bunday deb o'ylasak, bo'ldi, biz aqlimiz kalta bo'lgan va hayotda azoblanib yashaymiz. Chunki bunday holatda yashayotgan odam Allohning ne'matlarini ko'rmaydi-da. Shuning uchun bu hozirgi mavzuyimiz Allohning ne'matlariga yaxshi nazar tashlamaslik. Masalan, ba'zida inson shu o'zi yashab turgan tuppa-tuzi bir xotini bo'ladi, qarang. Ana shu xotindan qoniqmaydi-da, ikkinchi xotinga
olishlikka, ikkinchi xotin olishlikka harakat qiladi. Shar'iy yo'l bilan bo'lsa bemalol, muammosi yo'q. Lekin shar'iy yo'l bilan emasda, ana shu hozirgi yashab turgan xotinni qiynab, ketkizib, boshqa o'rniga olib kelmoqchi bo'ladi. Ya qiynamasdan oddiy ketkizib yuborsa ham bo'ladi. Yo'q. Shu ataylab qiynab ketkizishga harakat qiladi. Shuning uchun ham Alloh taolo ayni mana shu narsadan qaytarganda, masalan, qiynashga nima kiradi? Bu ayolda ataylab qiynaydi, bergan mahrini olib olishlik uchun. Ya'ni Alloh taolo bunga shunaqa bir azobni totkizib qo'yadiki, qaytib avvalgi ayol nasib qilmay qoladigan bo'lib qolar ekanda. Alloh taolo o'zi ofiyat bersin.